Retsept skaner qilamiz. Bemori mana retsepti tushadi bizda. Amlodipindan 30 ta kerak ekan, furosemiddan 30 ta. Buni birinchi registratsiya qilamiz o'zimiz uchun daftarga. Bemori ism familiyasini yozamiz. Olayotgan dorilari amlodipin 5. Askatdan dorini olib chiqaman. Mana dorini olib chiqib oldim. Amlodipinni olamiz. Tanlab olamiz, qaysi dori turini kirgizayotganimizni va sroklarini kirgizamiz. Seriyasini skaner qilamiz. 30 ta nech pul bo'lishi narxi. Amlodipinni 30 tasi 6480 so'm. Keyingi dorimiz furosemid. Buni ham sroklarini kirgizib olamiz. Seriyasini skaner qilamiz. Kolичествоsi 30 ta berib olamiz. Summasi. Aptekaga kirib, furosemid summasini bilib olamiz. Tasi 3138 so'm bo'lar ekan. Zimetga kirib shu summani kirgizamiz. Выдать preparat, подтвердить. Mana galochka chiqdi, bu tushdi degani. Mana kirgizildi. Mazanova, Gultekin 2 ta retsept kirgizildi. Endi aptekaga kiramiz. Ligovniy. Amlodipin skaner qilamiz. 30 ta kolичествоsi 30 ta qolamiz. Qolgani qoladi. Keyingisi furosemid. Kolичествоsi 30 ta bundan. Bugungi sanani qo'yamiz, poliklinikani nomerini qo'yamiz. Tartib raqami qo'yiladi har bitta retseptga. Buni tartib raqami 150 bo'lyapti. Aptekaga ham 150 kiritamiz. Сохранить наличный. Ketdi. Endi daftarimizga shu kasallik tartib raqamini yozib qo'yamiz. 150. Bo'ldi, registratsiya bo'ldi. Kasalimizdan ro'yxatini solib, ism familiyasini yozib tayyorlab qo'yamiz. Buni kasali o'zi kelib olib ketadilar yoki hamshiralari, vrachchi hamshirasi chiqib olib ketib patronaj qilib olib borib beradilar. Mazanova и vrachchi ism familiyasi yoziladi. Ahkamova Gulnoz. Mana shunaqa qilib tayyorlab solib qo'yamiz.